Toshlarni shu holatda maydalab, yaxshigina daromad qilish mumkinligini bilasizlarmi? Videomizga like bosib, oxirigacha tomosha qilinglar. Shunaqa zavod qurishga nech pul ketishini sizlarga tushuntirib o'tamiz. Tosh maydalaydigan drobilkalar va uni zapchaslarini O'rta Osiyodagi eng katta assortimentiga yetib kelganmiz, qadrdonlar. Bu yerda zavod qurmoqchi bo'lsangiz ham olib borib o'rnatib berishadi va unga kerak bo'ladigan zapchaslar kerak bo'ladigan bo'lsa ham barcha turdagilari bor. O'rta Osiyoda bunaqasi yo'q ekan, qadrdonlar. Konus drobilkalarga kolokillar ham mavjud. 900, 917, 1200, 1295 vibropitatellar bor. Mana bronlar bor. 900lik, 1200, 1313, 1400 gidrokonuslarga, H600, H660 larga, HPT larga bronlar mavjud. Shokovay drobilkalar 250 ga 1000, 250 ga 1200, 85-18 sentrabeshkalar qum qiladigan 500 ga 1,5 ming shokovay drobilkalar yangiliklar, 1200 konuslar, 1200 konuslar mana 1400 konuslar, katta konuslar 1400, 917 konuslar bor. Vibrogroxlar mavjud, 1,5 ga 480, 3 yaruslik, 2 yaruslik vibrogroxlar. Piskamoykalar Kefitniki yuvadigan piskamoykalar Kefit firmaniki. Ehtiyot qismlar shokovay drobilkalarga 250 ga 1000, 250 ga 1200, 400 ga 600, 500 ga 750, 600 ga 900, 750 ga 1060 shokovaylarga ham mavjud. Videomizga like tugmachasini bosib qo'ygan bo'lsangiz, sizlarga narxlarni aytib o'tamiz azizlar. O'rtacha soatiga 50 tonna shunaqa toshlarni maydalab chiqarib bera oladigan zavod qurish o'rtacha 100 ming dollarga aylanar ekan. Butun O'zbekistonda istalgan nuqtasiga borib, zavod tayyor holatga keltirib, qurib berisha oladi.